Assalomu alaykum barchaga. Demak, bugun challengeimizning 4-kuni. Bugun IELTS Writing Task 1dagi juda ham asosiy bo'lgan savol turlaridan bittasi comparison haqida gaplashib o'tamiz. Comparison o'zbek tiliga solishtiruv, taqqoslash deb tarjima qilinadi va bu turdagi savollar asosan static chartslar orqali ifodalanadi. Ya'ni static degani turg'un degan ma'noni anglatadi. Xo'p, demak, comparison savollarining yana bir nomi bu static charts. Ya'ni static turg'un. Turg'un degani turfa xil yillar berilmaydi va yillar kesimida o'zgarishlarga uchramaydi. Bu yerda faqat ikkita yil berilishi mumkin, ya'ni bir-biriga solishtirish uchun yoki bitta yildagi turli xil ma'lumotlar beriladi. Bunda biz bemalol bitta narsani boshqasiga solishtirib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, mana ko'rib turgan bu infografikangizda yil berilmagan. Bu yerda turfa xil mana ma'lumotlar bor. Mana chap tomonda ham raqamlar, pastda ham raqamlar berilgan. Bular turli xil insonlarga, kompaniyalarga yoki turli xil narsalarga tegishli raqamlarni ifodalaydi. Demak, bu yerda static chartda nimadir o'sdi, tushdi, ko'tarildi lug'atlaridan emas, aksincha nimadandir ko'proq, nimadir kamroq, nimadir bir-biriga barobar, teppa-teng yoki eng yuqori, eng past degan lug'atlar bizga kerak bo'ladi. Masalan, bu yerda ikkita eng past ko'rsatkich bor mana bu yerda. Yoki bitta eng yuqori ko'rsatkich bor. Bu bo'lsa, mana bunga qaraganda yuqoriroq. Bu ikkalasi teng. Mana shunaqangi tarzda biz lug'atlardan foydalanamiz va infografikalar asosan 3 xil bo'ladi bu yerda. Bittasi pie chart. Pie chart degani mana bunaqa dumaloq shaklda bo'ladi. Uni ham demak, ikkinchi kunimizda, challenge ikkinchi kunida bu haqda batafsil ma'lumot berib o'tganman, infografika turlari. Keyin bar chart mana. Hozir ko'rib turganimiz bu bar chart hisoblanadi. Va table ham ba'zida uchrashi mumkin mana shu comparison savollari bilan. Demak, biz qanaqa grammatik strukturalardan foydalanishimiz kerak yaxshi ball olish uchun va biz mana bunaqangi comparisonlarni ifodalash uchun. Xo'p, eng asosiysi endi comparison qilmaysiz, bu yerda compare qilmaysiz, shunchaki bitta ma'lumot bermoqchisiz. Masalan, bar grafda hech biriga o'xshamaydi, nimadandir past yoki yuqori demoqchi emassiz, shunchaki u haqida ma'lumot bermoqchisiz. Uni turg'unligi haqida, ya'ni bitta turg'un ma'lumot. Mana shu yerda siz present simple dan foydalanasiz. O'tgan zamon yoki kelasi zamon emas, siz aynan present simple dan foydalanishingiz kerak. Masalan, cars account for 45% of total usage. Demak, mashinalar umumiy foydalanishning 45% ni tashkil qiladi. Ya'ni account for degani ning nimasini tashkil qiladi. Foizini tashkil qiladi degan ma'noni anglatadi. Ya'ni bu yerda shunchaki 45% da turibdi. Masalan, bu pie chartda berilgan bo'lishi mumkin. Mana shunaqangi bitta pie chart beriladi. Mana bu endi nechidir foiz, mana bu nechidir foiz. Mana buni taxminan 45% deb oladigan bo'lsak, taxminan. Shuni aytadigan bo'lsak, cars account for 45% of total usage deb ishlatamiz. Tushunarlimi? Ya'ni bu eng yuqorisi demasdan, balki eng yuqorisi emasdir, balki eng yuqorisidir. Endi u aniq emas. Shunaqa holatlarda qo'llanadi. Keyin masalan, online sales make up 1/3 of the total. Demak, online sotuvlar umumiyning 3/1 ni tashkil qiladi deyapti. Make up tashkil qilish mana shu. Ya'ni hosil qilish 3/1 ni hosil qiladi. Shu holatda biz present simple dan foydalanamiz. Bizda keyingi asosiy grammatik struktura bu endi eng ko'p qo'llanadi comparative. Ya'ni comparative degani bu solishtirish uchun ishlatiladigan grammatik struktura. Sifatning comparative shaklini qo'llaymiz. Car usage is higher than bus usage. Juda ham ajoyib misol. Demak, bu yerda mana A is comparative than B. Demak, A narsamiz, predmetimiz B predmetga qaraganda qanaqadirroq, yuqoriroq, pastroq, yaxshiroq, yomonroq, shunchaki nimadirroq. Mana shu comparative struktura. Car usage is higher than bus usage. Demak, avtomobildan foydalanish avtobusdan foydalanishga qaraganda yuqoriroq. Yoki bo'lmasam, spending on food is much higher than on entertainment. Demak, oziq-ovqatga sarflash ko'ngil xushlikka sarflashga qaraganda ancha yuqoriroq. Tushunarlimi? Ancha yuqoriroq. Ya'ni endi B predmet bu yerda entertainment, A predmet bo'lsa food. Tushunarlimi? Ya'ni
food is much higher than entertainment tarzida ishlatilyapti. Bizda keyingi grammatik struktura bu endi juda ko'p qo'llanmasa ham, bu ham qo'llanish doirasi anchagina. Bu superlativ deyiladi. Superlativ bu orttirma daraja. Orttirma daraja bu eng degani o'zbek tilida. Nariginiki roq bo'lsa, buniki eng degani. Bu endi bilasiz, the superlativ bilan qo'llanadi. Bu yerda subject, keyin verb, keyin superlativ, keyin bu yerda noun kelish holatlari uchraydi. Mana shu superlativ. The article doim turishi kerak. Mana bu article. Endi salaries account for the largest proportion. Demak, eng yuqori qismni, ya'ni eng ulkan qismni maoshlar tashkil qiladi deyapti. Ya'ni masalan kompaniyaning chiqimi yoki kompaniyaning hisobotidagi eng yirik proportion, ya'ni mana shu qism, masalan mana bu yerda qism berilgan bo'lsa, masalan nimagadir ishlatilgan, mana nimagadir, yana nimagadir, mana bu qismi bu salary, ya'ni eng yirik qismini, moddiy qismini salary tashkil qiladi deydigan bo'lsak, mana shundan foydalanamiz. Mana the largest. Art has the lowest number of students. Demak, san'atda eng kam sonli o'quvchilar bor. Ya'ni san'at fakultetida, san'at yo'nalishida eng kam sonli o'quvchilar bor deydigan bo'lsak, biz superlativ degreedan foydalanishimiz mumkin. Endi bizga albatta vocabulary zarur. Vocabulary. Mos vocabulary bu biz qanchalik yaxshi yoritib berishimizga yordam beradigan narsa hisoblanadi. Demak, nimadandir yuqoriroq ekanligini ifodalamoqchi bo'lsak, ya'ni higher, more degan lug'atlardan foydalanamiz. Masalan, higher than nimadandir yuqoriroq, more than nimadandir ko'proq, the highest yoki bo'lmasam bu yerda faqat komparativ emas, superlativdan ham foydalanishimiz mumkin. Eng yuqori. Mana bu bundan yuqori, bu bundan yuqori, bu bundan yuqori. Shu paytlarda biz higher, more degan so'zlardan foydalanamiz. Yoki kamroq, lower, less. Pastroq, kamroq degani mana. Lower than nimadandir kamroq, mana nimadandir kamroq. Less than, masalan nimadandir kamroq. Lower pastroq degani, less kamroq degani. The lowest bo'lsa eng pasti, eng quyida degan ma'noni ifodalaydi. Yoki similarity. Similarity bu o'xshashlik. Endi equality bo'lsa bir xillik, lekin similarity o'xshashlik. Endi bittasiga o'xshash bo'lsa, biz bu yerda similaritydan foydalanishimiz mumkin. Mana yaqinlashtirib ko'rsataman bu joyda. Mana qarang. Item 1 62.5%. Demak 62.5%. Endi item 2 18.8%. Item 3 is also 18.8%. Demak, item 3 va item 2 lar ikkalasi ham 18.8% ni tashkil qilyapti. Bular nima? Bular bir-biriga endi similar demaymiz buni. Bular bir-biriga equal hisoblanadi bu joyda. Endi similar to, masalan, bittasi 18, bittasi 19 nechidir bo'ladigan bo'lsa, bu similar to deyishimiz mumkin, bir-biriga o'xshash. Yoki almost the same as, bir-biriga nima? Juda ham o'xshash, juda ham yaqin bir-biriga deydigan bo'lsak. Masalan, bittasi hozir mana shu yerda 18, bittasi 19.6 bo'ladigan bo'lsa, bir-biriga juda ham yaqin, to'g'rimi? Bir-biriga juda ham yaqinligini bildiradi. Mana shu yerda aytishimiz mumkin, item 2 is almost the same as item 3 deyishimiz mumkin. Yoki roughly equal to, deyarli teng, bir xil. Yoki equal to desak ham bo'ladi. Mana shu almost va roughly larni olib tashlaydigan bo'lsak, bu yerda nimadir bitta predmetning ikkinchi predmetga hisobini teng ekanligini aytmoqchi bo'lsak qo'llaymiz. Endi yana bitta lug'atlar bor bu yerda kerak bo'ladigan komparativni ifodalashda, bu percentage and fraction language. Ya'ni foizni yoki mana bu qismlarni ifodalashda ishlatiladigan, ya'ni bo'laklarni ifodalashda ishlatiladigan lug'at. 50% half, ya'ni half of the population, ya'ni 50% of the population deyish shart emas, half of the population, that's enough. 25% equals to 1/4. Ya'ni chorak deyishimiz mumkin buni. 33% degani around 1/3. Ya'ni deyarli, ya'ni 3dan 1 atrofida degani.
3'ten 1 atrofida. 3'ten 1 degani o'zi 33,3%. Bu 1/3 bo'ladi. Endi keyingisi 25%, 3 quarters. Bu endi 4'dan 3 degani. 4'dan 3 ni tashkil qiladi. 4'dan 3 aholi, 4'dan 3 masalan kirim, 75% of the income yoki 3 quarters of income deb qo'llaymiz. 10%, 1 in 10 deyiladi. Ya'ni 10'dan 1 degan ma'noni bildiradi. Mana misollar. Almost half of the budget is spent on salaries. Deyarli byudjetning yarmi nimaga sarflanadi? Oylikka, maoshga sarflanadi. 1/4 of students study science. Demak, talabalarning 4'dan 1, ya'ni chorak qismi science ni o'qiydi, ya'ni mana shu ilm fan texnologiya emas, ilm fanni o'rganadi deyapti bu yerda. Xo'p, bizda endi keyingi so'zlarimiz degree words. Demak, qachonki komparativ qo'llayotgan bo'lsak, biz uni degreesini bildirishimiz mumkin. Ya'ni qanchalik ekanligini, ya'ni nimadandir yaxshi, lekin endi yana ham solishtiruv bo'lishi mumkin. Qanchalik yaxshi? Juda ham yaxshi, ya'ni ancha yaxshimi yoki ozgina yaxshimi? Mana shularni ifodalashda ishlatiladigan lug'atlar bor. Slightly, ozgina. Slightly higher than, ozgina yuqoriroq. Significantly, ancha. Significantly lower than, demak ancha pastroq, ga qaraganda ancha pastroq. Considerably, bu ham ancha degan. Marginally, bu ham ozgina degani. Far, bu ham ancha degan ma'noni bildiradi. Car ownership is significantly higher than bicycle use. Demak, mashinaga egalik velosipedda yurishga qaraganda ancha yuqoriroq. Ya'ni mashinalar haydash ancha ko'p degan ma'lumotni beryapti bu. Endi bizda contrast structurelar bor, ya'ni ikkala narsani bir-biriga solishtirishda, ya'ni o'xshamasligini aytishda ishlatadigan strukturamiz bor. Bunda by contrast yoki in contrastdan foydalanib gap tuzishimiz mumkin. Mana, masalan, oldingi gapga nisbatan kontrast qilyapmiz, ya'ni bitta gap beryapmiz, bitta opinion berib, ketidan unga qarama-qarshi opinion beryapmiz. Ya'ni unga to'g'ri kelmaydigan, unga mos kelmaydigan, unga qarama-qarshi. By contrast yoki in contrast, bu qarama-qarshi ravishda degan ma'noni bildiradi. Only 10% of people chose cycling. Ya'ni faqatgina 10% odam nimani tanladi? Velosipedda yurish tanladi. Ya'ni velosipeddan foydalanishni tanladi. Yoki far fewer students selected art. Juda ham ozroq talabalar artni tanladi, san'atni tanladi. Yoki whereas while, bu bitta gapda beriladi va by contrast yoki in contrastdan farqi shundaki, qarama-qarshi bo'lgan gap qism shu gapni o'zida beriladi. Bularni virgul bilan ajratamiz. Mana while 40% preferred cars, only 15% used bicycles. Faqatgina 40% odam mashinani tanlagan paytda faqatgina 15% odam nimalardan, velosipedlardan foydalandi. Bu endi bir narsa qilgan paytda deb tarjima qilinadi, while ham, whereas ham. Va narigi taraf shunda unga qarama-qarshilikni bildiradi. Salaries accounted for 50%, whereas training made up just 5%. Ya'ni mashq qilish, ya'ni mashg'ulotlar 5% nigina tashkil qilgan bir paytda, ya'ni whereas bilan mana bir paytda nimalar, maoshlar 50% ni tashkil qildi deyapti. Demak, agarda bugungi videomiz sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, bizni albatta boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib borishingiz mumkin. Masalan, Instagram ijtimoiy tarmog'ida unda qisqa, tez va odatda qiziqarli videolar jamlangan. Yoki bo'lmasa, xuddi mana shunda, ya'ni hozir siz kuzatayotgan platforma YouTube'da uzun va batafsil ma'lumotlar berib boriladi. Bu yerda ham qo'ldan kelgancha qisqalashtirishga harakat qilaman, lekin asosiy maqsadim bitta topikni to'lig'icha yoritib berish. Va albatta Telegram bu eng foydali va eng men yoqtirganim, ya'ni juda ham yaqin keladiganim bu subscriberlar bilan bu Telegram hisoblanadi. Chunki bunda chuqur tushuntirish, misol va mashqlar jamlangan. Xuddi mana shu, masalan, Day 4 ga taalluqli bo'lgan mashq, misol va qo'shimcha materiallarning barchasi Telegram messenjerida bor. Fazil Teacher Telegram kanaliga ulanishingiz mumkin. Demak, endi bugungi mavzuimiz to'liq, ya'ni
qamrab olindi deya olmayman. Ya'ni unda ishlatiladigan narsalar qisqacha berildi, lekin unga hali men misol yozib bermadim. Aynan men sizga ketma-ket buni yozilishini o'rgataman. Lekin hali u biroz keyinroq. Albatta, hozir men shunchaki komparativda ishlatiladigan asosiy narsalar haqida ma'lumot berib o'tdim. Albatta, kanalga obuna bo'lib qo'ying va nimani qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, birinchilardan bu videoni qabul qilib olasiz. Demak, keyingi topiklarda, keyingi mavzularda nimani xohlasangiz, shuni yozib qoldirsangiz, videolarda shularga e'tibor berishga harakat qilib ko'raman. E'tiboringiz uchun rahmat. Like bosishni unutmang.